ko'ruvmanlari, bugungi naq maydon suhbat programmamiz kvant kompyuterning ishlash prinsipi haqida bo'ladi. Bu programmaga Yaponiyadagi qimmatli mehmonlarimizdan Qavuljon Abdurim taklif qildim. Assalomu alaykum Qavuljon. Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydondan qatnashganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Alaykum assalom. Sizga rahmat. Rahmat. Online Qavuljon sizniki bu bal qo'yatmay izchil tirishchanligingizga o'zingizniki qimmatli vaqtingizni chiqarib millatni fan texnik sohasi bo'yicha aqochiya berish 2025 yilni Uyg'urlar uchun zamonaviy fan texnika yili qilaman degan shior ostida har 2 haftada izchil davomlashtirib ketayotgan bu programmamiz boshqa chiqadi. İzchil davomlashib kelyapti mana bu yilmi oxirlashay deb qoldi. İzchil fidokorlik ko'rsatib qimmatli vaqtingizni chiqarib nurg'un yangi programmani xalqimiz sunyapsiz. Xalqimiz nihoyatda sizdan xush. Nurg'un salomlar bor. Bugungi ham suhbat programmamiz ya'ni yangi bir tema hozir dunyoda eng iqayotgan kvant kompyuter haqida, ya'ni kvant kompyuterning ishlash prinsipi haqida bo'ldi. Rahmat hamsa sizga ekran sizda. Xo'sh, boshlang. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz 2025-yilga kirgandan boshlab 2025-yilda yuqori fan texnik va uyg'urlarchilik qilish planimiz o'zimizning plan to'g'risida planlab tushgandik. Asosligi uchur texnikasi, cho'ng sonliq ma'lumot ilmi, uning kenjoqda sun'iy aql. Bularmi eng oxirdagisi kvantum mashina, kvantum texnikasi, ya'ni kvant ilmi. Bu sohada 4 sohani asos qilib tushgandik. Buning eng asosiy so'zlagan mazmunimiz mashina o'rganishi bilan ya'ni sun'iy aql bilan kvantum texnikasi bo'ldi. IT ya'ni uchur texnikasi. Bunda o'zimning kasb bo'lmaganligi uchun men faqat shu yuqori fan munosabatlik ya'ni munosabat qismini, masalan 5G deymiz, 6G deymiz va boshqa degandek qisqa so'zlab o'tib ketdim. Cho'ng sonliq ma'lumot ilmida buningda cho'ng sonliq ma'lumot ilmiga kirish qismlari va uni qanday bartaraf qilish degandek mazmunlar bor. Buni bizning o'zimizning YouTube kanalida, Kalbili YouTube kanalimiz bor. Shundan ergishib ko'ra olasizlar deb. Hamda bu darsimizni biz suhbatimizni har 2 haftada bir qatam o'rlashtiryapmiz. Shunga ba'zan egiz pastlab qoldi. Bundan xafaolmaysizlar, kechirgaysizlar. Bizning savalligimizdan egiz pastlab qolib vaqtimizga rioya qilolmay qoldik. Şuna ko'rmalardan kechirim so'raymiz. Shunga buguncha vaqtda bu kvant kompyuterning ishlash prinsipi haqida so'zlaymiz. Ya'ni bu kvant kompyuter degan dedikada bu nima bu? Qanday ishlaydi? Nima shunda hozir klassik kompyuterlar solishtirgan vaqtda nachang? Uningki kelgusi taraqqiyot qanday bo'ldi buningki? Nima hozirgacha kvantum texnikasi sog'an mablag' dunyo bo'yicha eng oldiga o'tib ketdi. Masalan, davlatlarning degandek. Ana bir vaqtda bu sohada raqobat nima shunday keskin bo'ladi degan. Yani birisi bu kvantum kompyuterni nima ish qilsash tez. Masalan, hozirgacha mening bilishimcha 10 nechta davlatniki bor kvantum kompyuter yasaydi degan. Qolgan davlatlar tex hisoblanmaydi. Turkiya ham tex 2000 mushu yili 2024mi 11-yil 3-oymi. Mushchilig'i ham e'lon qildi. O'ziningki 5 kubitlik. 5 kubitlik. Ha, 5 kubitlik degani Google'lar ne vaqt hisob qilgan edi. Uni davlatlar hozir yasalgan. Endi hozirgi kvantum kompyuter sohasida eng kuchli davlatlar. O'sada daraja bo'yicha tizgan vaqtimizda Amerika eng kuchli. Albatta Amerika kvantum sohasining ma'lum sohasida kuchli. Ma'lum sohasida vaqtda ana Xitoy kuchli degan. Yana boshqa sohalarda Yaponiya kuchli degan. Shu oldida ketib qolgan 4 davlat desak, Amerika, Yaponiya, Xitoy, undan Kanada. Bu davlatlar hozirgi dunyoning oldida ketib qolgan kvantum texnikasida. Bularni amaliy ishlatish, amaliy qo'llanishchanlik cho'da vaqtda kvantum texnikasini qo'llanishchanlikda Xitoy eng oldida ketib bordi. Uning keyin Yaponiya ketib bordi degan. Uning keyin Amerika degan. Amerikaningki qo'llanish jihatda bu kvantum texnikasi cho'qim Amerika Xitoy eng yuqori degan gap emas. Masalan, qo'llanish, masalan, telecooperation deymiz, so'zlashish, kvantum aloqa qilish. Uning cho'da vaqtda Xitoy birinchi o'rinda ketib bordi degan. Uning keyin yana bir cho'da vaqtda Yaponiya uning videoluk görüşüş, onun kendi vaqtda videoluk yig'in etish deganda udan çoğu vaqtda Yaponiya eng oldida ketib bordi degan. Boshqa sohalar çoğu vaqtda masalan kvantum mashinasi
bir sil cho'qim oldida degani bo'lmaydi degan. Endi quantum kompyuter bilan klassik kompyuterning zodi qanday farqi bor? Klassik kompyuterlar qanday ishlaydi, quantum kompyuterlar qanday ishlaydi? Bularni bir azroq tushuntirib o'tgandan keyin kelar qitimda agar fursat bo'lsa, kvant mashina o'rnish qismini so'zlaymiz. Chunki bundan keyin taraqqiyot mushunda bo'ladi degan gap. Shuni men she'r qilay, she'r qilib bo'lgandim, bu she'r bormi yo'qmi? Hozir o'zingiz qayta qiling. Buladimda? Ha, bo'ldi. Yo'q. Mana chiqib Ko'ringan bo'lsa, men ko'rinmadi-ku she'r qilganim. Shuni agar men bu ekrandan chiqib so'ray. Endi buguncha degandimiz kvant kompyuterniki ishlashi to'g'riliq so'zlaymiz. Bu qanday ishlaydi degan. Klassik kompyuterlarning asosiy farqi nima buniki? Klassik kompyuterlar shug'ullanib baqqanlar, kompyuter kasbida o'qib baqqanlar asosan biladi. Kompyuterlarning ishlash prinsipi yo'qda asosan 0 dan 1 ni oladi degan. Ya'ni klassik kompyuterlar yo'qda 0 yoki 1 shaklda berib berilgan. Endi kvant kompyuterlar yo'qda o'ylab qoldim, men kvantni xato yozdim. O'ylab qolib topolmaysizlar. Via kvant deb. Kvant kompyuter joyda o'xshashli bit ishlatadi. Ammo joyda u bitning ishlash prinsipi o'xshamaydi degan. Klassik kompyuterlarda 1 yoki 0 bo'lgan. Meniki yoki degan bak muhim. Ammo joyda kvant kompyuter joyda 1 va 0 bo'lgan. Ayadagi va degan. Uyg'urchada shunda o'rtaq ishlatamiz. Masalan, bugun yig'inga Ahmed bilan Samat, Ahmed va Samat kelish kerak. degan bo'lsa-da, ikkilisi cho'qim kelish kerak degan bo'ldi. Uyg'urcha jumla tuzishdi. Uyg'urcha bildiganlar bo'ldi. Ham joyda Ahmad yoki Samat kelish kerak degan bo'lsa, Ahmad kelsa bo'ldi, Samat kelsa bo'ldi degan gap. Ashuna ikkisining birisi kelsa bo'laverdi degan gap. Ikkisi tankamisi bo'laverdi degan gap. Shuni o'xshashganda klassik kompyuterlarning ishlash prinsipi yoki bo'ldi. 0 bo'lsa bo'ldi yoki 1 bo'ldi degan gap. Ya'ni masalan bir tal tengini atdik. Tengini atgan vaqtda osmon pildirlaydi. Pildirlayotgan vaqtda u tengini tushgan vaqtda biz tengini tushgan vaqtda ya o'ng taraf tushdi, ya ta'tir taraf tushdi deymiz. Ya bosh taraf tushdi yoki bo'lsa quyruq taraf tushdi degan gap. Ham joyda buningda yoki bo'ldi. Ham kvant kompyuter joyda ham bosh taraf tushdi, ham quyruq taraf tushdi deb analiz qilib berdi. Bu farqi musha degan. Endi bu mazmunlar joyda shu kalbil o'zimizning YouTube kanallar shulardan foydalandik asosan. Sizlar mana shunday joyda 14-15 tek video bor. Maxsus kvant kompyuter, kvant texnik, kvant fizikasi, kvant mexanik, asosan kvant fizikasi munosabatlik. Ya'ni qo'llanishi bo'ladi. Ashna munosabat tayyorlangan 14 tek video bor. Ashni ko'rsangiz joyda kvant texnikasining nima ekanligini, qanday qo'llanadiganligini, kvant fizikasining nima ekanligini asosan degidek bilimga ega bo'la olasizlar. Ana buni o'shdan burun eng başta biz bir aniqliklarni berayotdilar. Biz kvantum fizikasi, kvantum mexanikasi, kvantum texnikasi deb 3 cho'ng tur bor degan. Har birisi o'z-o'ziga qadam bosgan. Eng başta bu yerda kvantum fizikasi. Bu nima degan vaqtda, ya'ni tadqiqot sohasiga qarata o'xshamaydi degan. Masalan, fizik dunyosi yo'qda hozir ikki dunyo borligi degan. Birisi klassik fizika, yana shu kvantum fizikasi deb ikki tur bo'linadi degan. Kvantum fizikasi degan joyda molekula atom saviyasidan tuvan bo'lgan zarrachalarning tadqiqot obyekt qiladigan fizik joyda kvantum fizikasi bo'lgan. Bularning harakati, o'rni va degandek narsalarni hamma tadqiqot obyekt qiladi degan. Hamda kvantum mexanikasi deganda o'sha harakatlarni men qisqacha zag'irnan til bo'yicha aytyapman, uyg'urcha. Qattiq tushunishim. O'sha harakatlarni joyda matematikalik ifodalash usuli degan vaqtda kvantum mexanikasi bo'ldi degan. Endi bu ikkisini biriktirib kelib joyda bir narsa yangi bir narsa yasash bo'lsa kvantum texnikasi bo'ldi degan. Masalan, kvantum senzorlar deymiz, undan keyin joyda kvantum GPS deymiz, undan keyin joyda kvantum radar deymiz, undan keyin kvantum kompyuter deymiz. Bularning hammasi joyda kvantum texnikasining mahsuloti degan. Shuna har qaysi
davr ərqayısını aniq bilishimiz kerak. Quantum fizikasi, quantum mexanikasi, quantum texnikasi. Bularni ayrım-ayrım bilib olgandan keyin, bularniki qaysi hozir saviyamiz qaysi saviyada ekanligini biladi. Hozir bizningki yo'llangan videolarniki mutlaq ko'pchilik joyda quantum physics munosabatli, ya'ni eng tuvan saviya. Bundan bir qadam ilgari quantum mexanik so'zimiz biz so'zlagan narsani joyda matematikalik ifodalaymiz degan. Danliq matematikashunoslarning bir gapi bor. Matematika dunyoninki nimasi deb, grammatikasi deydigan. Statistika matematikaning grammatiki deb ana yerda kelyapti. Endi keldik quantum kompyuter degan nima? Quantum kompyuter joyda men nimalar qisqa aytib qo'ydim. Hammasi amaliyotda bunda qisqa emas ishiltirish ta'birchi. Bu joyda quantum kompyuteri, ya'ni quant biti, qubitlarni ishlatamiz. Qubit degan asosliq hisoblash birligini ishlatadi. Odatiy kompyuterlar joyda bitni ishlatadi. Faqat 0 yoki 1 bo'la oladi. Ammo joyda quant kompyuterlar joyda bularning alohidaligi joyda alohida holat, ya'ni superposition degan alohidliklar bor. Quantum kompyuterga ko'p mashg'ulotlar joyda birla vaqtda elib berish iqtidorini joyda quantumning joyda klassik kompyuterlardan farqini joyda haddan ziyod yuqori ko'taradi. Chunki bir narsani biroqla hisoblashdan bir-biridan hisoblash joyda o'xshamaydi. Masalan, klassik kompyuter joyda bir masalani joyda tartib bo'yicha ma'noda. Birinchi qadamni olib bo'ldi, ikkinchi qadamga o'tadi. Ikkinchi qadamni olib bo'ldi, uchinchi qadamga. Masalan, quantum texnik, quantum munosabat bir narsa o'rganmaydi desangiz joyda biz tartib bo'yicha maqsad hozirgidek ma'noda degan. Quantum fizik o'rganamiz, undan keyin quantum mexanika o'rganamiz, undan keyin quantum texnika o'rganamiz degan. Yo'q, men hammasini tang o'rganmoqchi edim. Bir yandan quantum fizik o'rganamiz, bir yandan quantum mexanika, bir yandan quantum texnika. Bu ishlarni hammasini tang olib boramiz degan. Va o'g'ini surtingiz tuzulamdi yoki ayrim bir-biridan ilib maqsad surtingiz tuzulamdi. Buni normal odam biladi. Bu tanglib maqsad tuzilgan. Bu yana bir misol. Yana bir misol so'zlab bersam, masalan, bir maktab bor deylik. Maktab mudiri joyda maktab nurg'un sinflar bo'ldi. Maktab mudiri maktabningki sinflarning ahvolini tekshirmoqchi, sazliq ahvollamdi va yoki boshqa ahvollar degan bo'ladi. Ay tekshirgan vaqtda ishxonasidan chiqib, hammasini tekshirib 20 sinfdan hammani tekshirib bo'lgandan keyin joyda ishxonasiga qaytib kelib, ishni ochaysa ochiqchi yo'q. Endi ochiqchi nerda qoldi? 20 sinfning ichida birsi chiqib qoldi degan gapda endi. Endi joyda uni qanday qilish kerak? Yo'qda klassik kompyuter qanday izlaydi yo'qda qayta 20 sinfga har birsiga birdan kirib chiqib izlaydi degan gap. Ammo quantum kompyuter joyda qanday qildi yo'qda bu joyda hamma sinfga tang 20 kilolab tang kirdi degan gap. Aningki sarf qilgan vaqt bilan aningki eng boshda klass kompyuterning bir hammasi yana bir qatimcha bir-birlab kirib chiqishdan ketgan vaqt joyda farqli qildi-ku. Shuning uchun joyda klass kompyuterningki hisoblash sur'ati nihoyat tez degan gap. Musha tezlik musha qaratildi degan gap. Yana bir joyda parallel elib bor. Parallel degan joyda bu biroz quantum entanglement taqligida quantum ketishma yoki chetishma degandek. Araliqdagi yuqori yiroq araliqdan o'zaro ta'sirlashish degandek. Endi uchir bir taraf qilish joyda asosiy. Bularni uchir bir taraf qilish asosi. Klassik kompyuterlar dedik, bu yerdan bitni asos qiladi. Ya'ni 0 yoki 1 ni asos qildi. Ikkilik bitlar bo'ldi. Uning joyda quantum kompyuterlar joyda odatda qubitlarni ishlatamiz degan. Masalan, mening kompyuterim 32 bitlik, 64 bitlik deydigan hollar bor. Mushalik joyda kompyuterningki ishlash kuchini ko'rsatadi degan gap o'shadagi bitlarning soni degan gap. Sizning kompyuteringizning bit soni, ya'ni 64, 32 ni bo'lsa joyda oshningki ishlash bir vaqtda mashg'ulot elib berish sur'atini ko'rsatadi degan gap. Ishlashchanligini ko'rsatadi degan gap. Endi bu joyda tok aqimining unumli, unumsiz bo'lish holati, masalan, Wikiloc chatil bor, o'zi chat. Ashuncha joyda ya uzish yo chetish degan gap. Endi joyda klass kompyuter joyda yoki uz yoki chat degan. Endi quant kompyuterlar joyda bular qubitni ishlatadi, ya'ni 0 va 1 holatda, ya'ni hamma holatlar joyda bir vaqtda bo'la oladi degan gap. Ham uz, ham chat. Ikkisi teng bo'la oladi degan gapini. Bu xususiyat joyda alohida holat, ya'ni superposition altı bo'lgan. Mana superposition alayda deb oldim hamda qolganini balkim bizning uyg'urcha texnik yaxshi ifodalaydigan so'zlar bo'lsa oshnasak bo'lgan.
Masalan deyli şahmat. Şahmat oynap baqqanlar bar. Şahmat oynap baqqanda siz qarshi taraf raqibingizni joyda barliq mumkin bo'lgan holatlarni o'ylayarsınız, texdim yaxshi yo'l menish o'zingizning yo'lingizni belgilay olasizmi? Masalan, ayrim masalan şahmat o'ynaganda eng boshlagan vaqtingizda sizningki mangadigan qarshi tarafning joyda sizga qarata hujum qilish nimasi yo'qsa o qadar jiq emas degan gap. Mangadigan yo'llari o qadar jiq emas. Ammo sizningki sen shaxtlik urug'lar joyda ozlagan sir joyda qarshi tarafninki sizga hujum qilish yoki qarshi tarafning menish yo'llari joyda oshadi degan gap. Endi buni joyda klassik kompyuter joyda bir-birlab elib mana degan gap. Masalan, maniga mangsa manda bo'ldi, maniga mangsa manda bo'ldi, 7 ga mangsa mega bo'ldi, ma atni mega mangsa manda bo'ldi degan hamma joyda bir-birlab hisoblaydi degan gap. Ammo kvantum kompyuter joyda ash qarshi tarafninki mangmoqchi bo'lgan yo'llarining ehtimolligini joyda bir aql hisoblaydi degan gap. Yana simulation ilgari talaydi degan gap. Bu joyda shu kvantum bitlar uchur bir taraf qilishga asosiy bit va qubitniki ishlashi degan gap. Ish. Ana men alayda holat bu hozirgi kvantum kompyuterlarniki bular eng oldida ketib qolgan. Ya'ni eng asosli ishlash prinsiplari desakmi o'shib ketmaydi degan gap. Bularmi bizningki keyingi taraqqiyotimiz kvantum mashina o'rganish. Soatchilikda shu superpozitsionalni eng jonliq ishlatamiz degan gap. Bu joyda o'sha alayda holat, ya'ni kvantum kompyuter uchurlarini asosiyatan farqli usulda bir taraf qilish yo'l qo'yilgan. Mana shu joyda superposition joyda uchurlarni joyda bir taraf qilishga boshqa klassik kompyuterlarga qaraganda alayda bir holatni yaratib beradi degan gap. Masalan, deydi tenga tashlaganda bosh surat ba tarafdan tushishi yoki bo'lmasa quyruq qismidan tushishi degan gap. Sen havoda aylanayotgan mezgil joyda aylanayotgan mezgilda bu tengini joyda tushish ehtimolligini klassik kompyuterlar bir bosh taraf tushadi yoki quyruq taraf tushadi deb qarasa, ammo kvantum kompyuter joyda har ikkilasi tushadi. Hem quyruq qismi ham bosh taraf tushadi deb qaraydi. Ya'ni birla vaqtda bir necha xil ahvolni joyda tang mavjud bo'lib tura olishini joyda tang mavjud bo'lib olishni holati mavjud bo'lib tura oladi degan gap. Ammo klassik kompyuterlar joyda tang mavjud bo'lib turolmaydi degan gap. Chunki yoki bor degan gap. Birisi bo'ldi degan gap, birisi yo'q bo'ldi degan gap. Ya'ni qarim-qarishli holat deb qarasak eshib ketmaydi. Klassik kompyuterlarniki ishlash prinsipi qarim-qarish holatda ishlaydi yoki bu bor yoki bu yo'q degan. Endi ko'plagan yechimlar joyda birla vaqtda bir taraf qilish joyda mumkin qilishi kvantum kompyuterlarga munosib degan gap. Shuning joyda bu nihoyat cho'ng sonliq ma'lumotlar joyda ishlashda bir tang ilib bag'alash joyda vaqtchani ustida degan gap. Bu bir. Ikkinchi xil usul joyda az sonliq ma'lumotlar joyda nihoyat yuqori unum yarata oladi degan gap. Ammo buning joyda nima shunday bo'lganligini texicha izlanadi bunda. Nima shunday az sonliq ma'lumotlar hozir klassik mashina o'rganish. Mashina o'rganish hozir klassik mashina o'rganishga o'tib ketib bo'ldi. Biz bilmagan bilan. Kvantum mashina o'rganish chiqqan zamonlar klassik mashina o'rganishlar klassik mashina o'rganishga o'tib ketdi degan gap. Ham joyda shu bizim joyda o'zimizningki shu taraqqiyot joyda kvantum mashina o'rganishlar joyda nihoyat tez. Masalan, ba'zilar 10 yil taraqqiy qilganlar biz kvantum mashina joyda 2 yilda ularning oldiga o'tib keta olamiz degan gap. Bir qilsak biz ashna cho'qim ashna bo'ldi degan gap. Qilmasak bir gap bo'lishi var bo'ldi degan gap shu. Ya'ni buning uchun joyda bizda yetarlik ixtisosliklar bo'lishi kerak. Yetarlik iqtisodiy bo'lishi kerak. Yetarlik to'plamninki universal saposi bo'lishi kerak degan gap. Ya'ni qo'llash bo'lishi kerak degan gap, mayli. Endi kvant aloqadorligi, men joyda men aloqadorlik degan bir yangi so'zni ishlatdim yerda. Entanglement deganda chetishish, bag'in chetishish, undan keyin qetishish degandek, chirmishish degandek so'zlarni ishlatar ekan. Men joyda men aloqadorligini ishlatdim. Chunki men inglizcha mazmunni asos qilib turib chiqaryapman buni. Balkim fizikada boshqa qetishish yoki chirmishish degandek so'zlarni ishlatsak texmi yaxshi bo'lishi mumkin.
qadarlıq joyda nihoyatda jiroq araliq joyda birsiga ta'sir qilsak, yana birsi joyda uningki ta'sirini ko'ralsak bo'ldi. Ko'ralgan ahvol joyda bular bir-birisiga aloqadorlik bo'lgan. Ya'ni jiroqdan bir-birisiga bog'lanish, ya'ni jiroqdan ta'sirlashish. Masalan, bu xuddilik nimalarga o'xshaydi. Burun biz bir kinoni ko'rgandik, Chingnomning bir kinosi ko'rdik, qo'sh kezeklar degan. Ashna Chingnom o'xshaydigan bir soatda buni birini qo'ysa, buni qanab kelsa, qo'sh kezekning buni qanaydigan. Balkim ash kinoni ko'rgan bo'lishi mumkin degan. Bu intangimda ashna o'xshasa bo'ldi degan. Bir ikki tal asli bir tal nima joyda biz odat intangilment hosil qilamiz degan. Uni bu hosil qilishning yo'llari bor degan. Buni hosil qilgandan keyin birini oy shariga qo'ysak, birini yer sharida qo'yib qo'ysak, ashna joyda yer sharidagi bir mesaj, bir uchur bersak joyda shu hamon oy sharidagimi ash uchurni qabul qildi, ash uchurni ifodalaydi degan. Endi bu joyda jiroqdagi ta'sirlashish, ya'ni aloqadorligi, kvant aloqadorlik deb yangi bir so'z ishlatdim, ammo balkim to'g'ri bo'lishi mumkin yoki xato bo'lishi mumkin. Buni shu to'plamningki o'zi qaror berdi. Yani bizningki uniga qaror bergan yozuvchilar yoki ilmiy jamiyatlarimiz unda jamiyatning oldiga ketib qolgan tilshunoslik nimamiz yo'q bo'lgandan bizningki. Yani buni joyda to'plam bekitadi degan. Xuddi undidarni to'plam bekitgan o'xshashlar. Yani ma'lum joyda bizningki hozir bulapmi kvantum radar, undan kvantum sensor, undan joyda kvantum GPS deganlar joyda hammasi tamish kvantum entanglement ishlatamiz degan. Ya'ni kvant aloqadorlikni ishlatamiz degan. Buni taraqqiyoti buni joyda Xitoy eng oldida. Kvantum radarda, kvantum aloqasida Xitoy eng oldida. Nima ish qilsanglar, kvantum radarni hisob bo'ldi. Balkim diqqatni Xitoyning taraqqiyotiga, harbiy kuchiga diqqat qilayotgan qarindoshlar bilishi mumkin degan bularni. Ya'ni joyda kvantum aloqalashish, sun'iy amr aloqalash sistemasini qurib bo'ldi. Bizning vatanimizdami Urumchining janubiy tog'i rayonida maxsus kvantum aloqalash markazi bor. Ashlan joyda hammasi kvantum entanglement ishlatadi degan. Endi kvantum kompyuterning fiziklik ko'rinishi qanday degan. Mushunda yo'g'on bir narsa. Buni men rasmda kichik olgan bilan amaliyotda balkim kvantum kompyuter deb bassanglar Google'ga nimaga bassanglar, ashna rasmini chiqarib bersanglar, nur rasmlar chiqarib beradi degan. Endi buni joyda hamma unda qarasanglar hamma oltin deb ko'rinadi. To'g'ri, oltin hammasi. Oltin, alyumin va mislardan topgan. Uning joyda bularningki eng asli joyda o'zininki chip bor. Xuddi nimaga o'xshash CPU deb qo'yamiz ama kompyuterlarningki biz hozir ishlatayotgan kompyuterlarningki 400 kichik CPU degan narsa bor. Mushning joyda ash nimasi bor degan. Buni joyda eng astidagi o'ringa bekitadi degan. Yeşil qizil yenib turgan yer bormas, bo'lak bormas, o'sha joyda ashaga bekitadi degan. Buning joyda hozir kvantum chiplarni yasashni yuqori taraqqiyot bor degan. Masalan, Xitoyningki oldingi men yuqori pen texnik taraqqiyot tushunishtirgandim. Nimda Jijang 3 mi? Darwin 1 nima degandek chiplar bor. Unga Google'ning o'zining chipi bor, superkonduktor degan. Nima Willow mi? Unga joyda Microsoftning o'zining bor, IBMning o'zining bor degandek. Hammasini joyda o'zininki chiplarni yasab degan gap. Chunki kompyuteringiz yasadingiz, uning chipni egolamasangiz joyda ya'ni kompyuteringiz haqniki ishildi degan gap, haq ishiltadi degan gap. Buning uchun joyda o'zingizniki yasashlarlik emas, kompyuteringizniki chiplarini o'zingizga solishingiz kerak degan gap. Endi bularning joyda hozirgi xalq tegish nisbat joyda tuvan, yo'q deyarlik, Yo'q desakmi eshib ketmaydi, ammo hozircha yo'q. Nima ish qiladi? Temperatura mutlaq 0 darajasiga yaqinlashishi kerak degan gap. Ash holatda sovutish holatida uning keyin normal ishlaydi degan gap. Chunki buningda ishlaydigan nimalar nima deyapti? Kvarklar, ya'ni eng cho'ng elektronlar degansa, kichiklar joyda boshqa kvarklar bor degan gap. Cho'ng elektron, ashlar elektronlar ishlaydi hamda. Elektronlar ishlagandan joyda ularning sirtiga ta'sir yetkazadi. Chunki elektronlarning energiyasining nihoyat tuvan ekanligi, magnit maydonining nihoyat tuvan ekanligini bilamiz degan gap. Uning joyda ashning joyda ta'sir ko'rsatmaslik joyda ta'sir bo'lmasligi kerak degan gap. Normal ishlayarish uchun degan gap. Buning uchun joyda uning muhitini hozirlash masala degan gap. Kvantum kompyuter yasash masala emas.
uni normal ishiltish masalasi degan gap. Chunki xuddi bir mashinani bilan hesab qilib mangdiranmagandek ish degan gap agar nima qilolmasangiz degan gap. Jazosini yasagandek o'tirib qolasiz degan gap. Chunki yurkicho degan vaqtda buniki ishlash muhiti. Ishlash muhitini biz taraqqiyot qildira olsak o'sha vaqtda uning keyindan balkim normal insonlarning qo'liga hozirgi o'sha laptoplardek hech bo'lmasa ustal kompyuterlardek qo'liga tegish mumkin degan gap. Bo'lmasa o'sha vaqtda unda qo'liga ilib ishlatish imkoniyati o'sha vaqtda hozircha yo'q. Bularmi tex yana 2040 bag'icha mencha u vaqtda. Bunda ehtimollik yo'q deb qarayman. Agar bunda taraqqiyot mangsa balkim 2040 bo'lgancha bir unum bir nimalar bo'lib qolishi mumkin. Ya ishlatilmaydi emas, ishlatiladi, ammo qo'liga ilib hozir kompyuterlarga ishlatilmaydi demoqchi. Bayat mədədə mutlaq ishlash prinsipi ishlaydigan muhit degan vaqtda aniki mutlaq 0 gradusda, ya'ni mutlaq 0 gradus minus 273 mi? Ancha qo'liq deyman. Ashunda bir muhit hozirlab berish kerak degan gap. Unda muhitni degan vaqtda siz alohida bir o'rinda hozirlamasangiz uni hozirlab bo'lolmaysiz degan gap. Bu birlam shart, eng cho'ng shartning biri degan gap. Ikkinchi bir shart bor degan gap buni aytmoqchiman. U qaysi degan vaqtda ta'virlanishdan saqlanish kerak degan gap. Ya'ni ko'p nima bo'ldigan rayonlarda, masalan, ataveradigan rayonlarda hamda qanday? Unikini ta'virnish bo'lib turgan mashin ba'zi bir binolar bor, mashin poyezddan bir sudab ketsa titraydi degan gap. Unda titraydigan rayonlarda saqlanish kerak degan gap. Yana birisi u yuqori elektron aqim bo'lgan, magnit aqim bu, magnit maydoni bor rayonlar ulardan yo'q bo'lish kerak degan gap. Ashunda bir muhitni hozirlaydigan vaqtda unikini kvant kompyuter ishlash muhitini hozirlab beramiz degan gap. Shuncha vaqtda hozir ishlatadi xalq. Ishlatadi echitilganlari bor. Masalan, IBM kompyuterniki xalqqa echitadigan qism bor. Uni siz ishlatasiz degan gap. Ana buni ishlatgan vaqtda hozir ishlatamiz, qanday ishlatamiz degan vaqtda bizning klassik kompyuterlarda, ya'ni hozirgi laptoplarda, kompyuterlar, xatir kompyuterlarda yoki bo'lmasa ustal kompyuterlarda shunday kodlarni yozamiz. Kodlarni yozgan vaqtda biz kvantum kompyuterniki ishlash prinsipiga asosan shu kodlarni yozamiz degan gap. Uni o'sha vaqtda kvantum IBM ga yo'llaymiz, IBM kompyuteriga. Kvantum kompyuteriga. Undan natijani bizga chiqarib ber degan gap. Buni hozir ishlatamiz. Ammo xalq ammo hozir ishlamaydi deganim qo'liga ilib hozir kompyuterlarda ishlatilmaydi degan. Hozir ishlatadi ammo ishlatish masalasi ikki degan. Ikki emas. Mening mayli ko'rsatdim uyda shaxsiy kompyuter shaklida ishlatish imkoniyati hozircha yo'q degan gap. Ammo bozor silinganlar bor, 10 million dollarlik kompyuter bor, kvantum kompyuterlar. Ularcha vaqtda bek cho'ng ular. Shuncha vaqtda kuchi va shirkatlar ishlatadi degan gap. Ya'ni hech bo'lmasa anda yasamaydigan davlatlar bor endi. Anda uni yasash uchun deyapti 10 milliondan jiqroq pul ketadi, 20-30 million ketgandiki uningga. 10 milliondan birini ilib ishlatganlar. Masalan bizning Uyg'uristonda yaqin yasaylik desak, voy biz o'zimiz hozirgi basini yaqin ishlasak nima bo'ldi? Uyg'uristonda yaqin yasab jirgan o'rniga. Da'vat qiliniki deganiga asosan hozirgi ba'zi davlatlar ashuni ilyapti-da, ilib ishlatadi degan gap. Ammo vaqtda ular ash kompyuterning egasi qachon to'xtatib qo'yilsa, qachon uchurlarni bartaraf qilinsa qila oladi degan gap. Ash vaqt ishlatadi degan gap. Hammani bir kuni o'zininkini yasamiz bo'lmaydigan holatda kelib qoladi, agar yasamiz vaqtda yo'q bo'ladi degan gap shu. Ya'ni qulul degan gap, ya'ni yo'q bo'ldi degan gap, butunlay yo'qolib ketadi degan gap masalan. O'ziniki mustaqillikni yo'qotib qo'ydi degan gap. Unda davlatlar jiqqa mustaqil bo'lsin garchi, o'zining mustaqilligi yo'q degan gap. Bu ko'rinishi mush shaklda degan gap. Shunga buning muhitini hozirlash haqiqatan tez degan gap. Endi kvant kompyuterning taraqqiyoti va kvant ustunligi degan bir narsa menda. Quantum supremacy deb. Endi buning vaqtda kvantum kompyuterning taraqqiyoti bu boshlanish vaqtda haqiqatan boshlanishi boshlanish vaqtini biroz oxirgi supansoq vaqtda 20 asrning o'ttirlariga ketadi bu. Sen 1950 yil bilan ashlar ketadi degan. Buning aslida kvantum fizikasining boshlanishi vaqtda 1900-yillar ketadi degan gap. Hatto 1870-80-yilga ketadi degan gap.
Endi haqiqiy kvantum fizikasi bular meydonga chiqqan vaqtda Planck yoki bo'lmasa Einstein yoki Bohr degandek, undan keyin Nilson degandek, andan Heisenberg degandek, anda Schrödinger degandek mushu bir qator olimlar bor degan. Masalan, bir to'plam bir resim bor-ku, Nobel mukofotga erishganlarning ayoldan birisi bor uningda. Ash bir resimni ko'rgan bo'lishing mumkin, Naqshbek. Men oldin qatim biz so'z qilganda ko'rsatdik-ku resimni. Ashuncha vaqtda bir qator olimlar bor vaqtda kvantum fizikasi haqiqatan zo'r taraqqiyotlarga, haqiqatan ko'rinarli taraqqiyotga erishgan. Buni oltin davrini yashadi desak bo'ladi degan. Uning keyin vaqtda ashlar yaratgan nazariyalarga asosan, uning keyin chiqqan narsa shuni isbotlashlar va shuni ishlatishlar bo'ldi. Masalan, Nobel mukofotiga erishganlar bor-ku, 2025da. Bularniki aslida qilgan nimasi vaqtda 40 yil burun qilgan narsalar. Uning vaqtda masalan kvantum to'nlash deganning nazariya formulalarini shu Heisenberg shu davridagi insonlar hammasi chiqib bo'lgan narsalar bular. Hamma vaqtda uni turibdi. Buni biz mikro dunyodagi makro dunyoga qila olamiz yo'qmi? Deganni isbotlash masalasi bor degan. 2025 yil fizik mukofotiga erishgan vaqtda uni 40 yil burun u tajribani isbotlagan. Bu fanningki kuchi mushohada ko'rimiz degan gap. 40 yil burun isbotlagan narsani vaqtda 40 yildan keyin Nobel mukofotiga erishdi degan gap. Chunki uningga birla isbotlagan zaman manda bo'ldi sizlar uni olaman deb bermaydi degan gap. Chunki u bilim bo'lmaydi degan gap. Bilim bo'lish uchun vaqtda takror ishlanilishi kerak. Takror vaqtda ishlangan natija vaqtda o'xshash natijani ko'rsatilishi kerak degan gap. Andan bu bilim bo'ladi degan gap. Bu vaqtda nazariya quruq nazariya bo'ldi degan gap. Shuningdek bizim bir narsani so'zlab xuddi og'zingizdan chiqqan gap boshqa. Uning uchun vaqtda plan shaklda planliq shaklda qog'ozga yozishingiz boshqa. Uning uchun vaqtda urilishingiz boshqa degan gap. Mush uchinchi birlashgan vaqtda uninki mukammal bir harakat bo'ldi degan gap. Bu Uyg'ur mana o'sha bilan Uyg'ur diasporasi, Uyg'ur mujohid Uyg'urlar mushunda bir holatni shakllantirgan vaqtda uninki Uyg'urlar taraqqiyot bo'ldi degan gap. Bu o'g'inish bilamdi, yoki bo'lmasa boshqa iqtisod bilamdi, yoki bo'lmasa siyosat bilamdi degandek to'plam sog'lomlaydi. Mushunda bir sahna hozirlanmoqchi Uyg'urlar o'zining nimasini dasturolmaydi degan gap. Birdan u yoqqa midirib, bu yoqqa midirib yuradigan gap degan. Hamcha vaqtda buni taraqqiyotda bayat deganimizdek 1900-yillardan boshlangan. Endi haqiqiy oltin davr vaqtda 1930dan tortib 1948 yoki hatto bir tunji qitimliq sun'iy aql robot yasalgan. Ya'ni 1950-yillar, 56-yillarga. Ya'ni artificial intelligence degan so'zning barliq kelgan vaqtda kelgan davrda oltin davrini yashadi desa bo'ladi. Uning keyingi davrlarcha vaqtda oltin davrni isbotlash va kengaytirishlar bo'ldi degan. Uning oldidagi 2022 Nobel mukofotiga erishganmi shu. Uning keyin 2023 shu degan gap. Uning keyin 2025 degan gap. Vaqtim kutilgan Nobel mukofotiga erishgan gap. Chuqur kvantum fizikasi ya'ni to'g'risida mukofot oladi deb qaragan hammadan degan gap. Degandek bo'ldi degan gap. Endi hozir bunda eng oldinga ketib qolgan shirkat biz qachon bildik degan gap. Biz qachon bu kvantum kompyuter demasini bildik. Balkim sizlar qachon bilding degan. Masalan, mencha yoqda mening bilgan vaqtim unda tez emas. Bek oldiga ketdim degan. 2016-yili bilishga boshladim degan gap. Endi 2018-2019-yilda haqiqatan buni izlandim degan. Voy, menda nasim bor ekan deb. Buni yoqda biz faqat kvantum fizikasi deganni yoqda biz to'liq o'tirib maktabda so'zlab o'tib ketgan narsalar bu. Bir kvantum fizika degan bir narsa bor. Endi yoqda fizikada men yuqorilab o'qigan vaqtda unikini bildim. Masalan 2010-yilda bir maqola izdinish to'g'ri bitadi. Bir munozaralar bo'lgandan keyin kvant fizikasi haqida. Hozir unda munozaralar bo'lgan to'g'ri betlar yo'q-ku. Facebook'larda urishib yurimiz, boshqa yo'q. Endi yoqda mendagi kvantum supermassive degan Google'niki nimasi bor? Bu yoqda hozirgacha ishildi amaliy qo'llanishchan kvantum kompyuterlardagi eng hisoblashgacha eng yaxshi o'g'ini deb qaraymiz. Amaliy yoqda bu mayda ko'rsatgan
Microsoft'ninki bar Azure mu? Ne, Quantum. Anıkı Quantum System. Ýa IBM'niň bar, anıkı mao Google'niň bar diýen gep. Elbet men körsetken muş üçlem barmy unda gep emas. Bularınki en qirisi bar diýen gep. Ýani DWMO, D-Wave diýen bir şirket bar. Bu ýerde kuantum kompýuterini tätkik kılgan muşsadyk en qir şirketler, qir şirketiniň birisi diýen gep. Hazırky bazag ýasap, bazaga silip setip atgan şirket şu diýen gep. Emniyeti biz onuň ismini ukmaýmyz diýen gep. Aşında güçlük şirketler bar diýen gep. Endi malaça diýekde biz bildiğin şirketler bar. Google, IBM, andan o nime çykdy? Amazon mesap etdi go özüninkini. Kuantum kompýuterini mesap diýen gep. En bularynki haqiqiy işletiş başlagan wagtça diýekde şu 2019 dan başlap tejribelerden sallyk maglumat işletişde diýekde. Onuň asta-asta küçünüp güreşik başlady diýen gep. Huddy IBM'niň bu ýaly ammy geçip etdi go. Ammy geçip etkine 100 neçe kibitlik, 170 mi, 112 mi kibitlik. Halyk geçip diýen gep. Onuň pul töleýän sansyda 1000 kibitlik işletelesiz. Onuň ýene azrak diýildi, onunda 10 kibitlerini işletelesiz diýen gep. Endi kelgüsi kандай imkaniyetler boldy? Kullanış diýen gep. Bular bunu sözlegendikin bu nime bu? Nimeге işletildi bunu? Kандай bir näse bar? Tarakat kандай boldy? Maňa kандай paýdasy bar diýen gep. Hani men dagny bilmegensem aýda bermem. Bu nime bu? Nimeге işledi bu? Maňa nime paýdasy bar? Muşnu hal kılbagandyki men öwreniş başlap ketmen diýen gep. Şuningdek ýa-da bizmi buny kuantum kompýuter diýmiz. Bu nime bu? Nimeге işledi o? Endi Uýgurga nime kандай paýdasy bar? Uýgurga 5 moçyn tep beremdi ýakmy? Diýen gep boldy gande. Endi kuantum kompýuter ýa-da hakykatan manyň küçüni işletip bakganlar, muşsady izlenip bakganlar bununki bizge keltirdigan imkaniyetleriň nahaýaty ýokary ekenligini bilelermiz diýen gep. Eger muşunu bileligen bolsak, biz bütün küçümizni 2025-2026 ýylda muşunu gartymyz diýen gep. Bu bütün pikirimizi namaýyş kıldaly, wagyrabur diýen gep. Olaryň hyzmaty şu. Hem ýokda hem uýgurlar wakyraş şert emas diýen gep. Bäziler meýdana töküliş gerek, bäziler ýokda işganda töküliş gerek. Ene bäziler ýokda başga ýerde töküliş gerek diýen gep. Aşynda her koldan küçüği çykan wagtda onunkini en ahyrda 5 kol birleşip muş bol diýen gep. Hemmesi bir kolunu bir barmakny köýsüp baskanda bolar. Bir barmak diýeni birle sündirip östüge diýen gep. Huddy hazırky muhajiret uýgurlarynky teşkilatlarynyň reswaçylyklaryny dünýäde kemmeden bilip ketdi go. Uýgurlar bilip ketdi. Eň bu diýen uýgurlar bilip ketdi diýen gep. Aşna goşa diýen bir barmak goýanlyk üçin sündirip tüge diýen gep onuň işi. Kalan saat ýolda ykdysadymyz barmy bizniň, küçümiz barmy? Pen tehnik küçümiz barmy? Erbi küçümiz barmy? Diýendek. Hemçe ýokda bularnyň bu zat kanday imkaniýet edip berdiň. Meselem bizdek ýokulyş girdagy berip galgan milletlerniň ýokda til, bularmy tili. Tilini saklap gylyş we ony ýokda kelgüsi awlatlaryga ulaş. Diki hyzmeti ýokda hazırky kuantum maşyna ýokda bununğa nahaýatly ýaxşy bolgan pursat we tepilgsiz pursatlarny ýaratyp berýär diýen gep. Nime şunda diýse diýen gep boldy. Çünki bizninki ýokda sallyk maglumatymyz ýeterlikmi? Ýeterlik emas diýen gep. Hazır Uýgur, ýani bir 10 ýyldan keyin Uýgur kitaplarını tordan PDF'den aran görýärsiz mümkin diýen gep. Kütüphanelerde satylan Uýgur kitaplarynyň sany selişdirip bakganda boldy 2010 kalsyn 2020-den tartyp. Kitaphanelaryň takylyp ketişi, kitaplaryň setlişi, Uýgurlaryň setip edişi aşağı falanda bir statistiklap galsakda kандай bundan 10 ýyllyk taraqqatny görýärmiz diýen gep. Bunu biz bir nim bolmasakmy? Nemiz meddah demdik bir palsily bir bildiganlarny. Unda bilmesek sallyk maglumatlyk asasan işleýmiz. Kılkyny buldygan näsler bular. Hemçe ýokda bizninki tilimiz ýokda az, menbe az. Buning üçin ýokda ýaxşy bolgan, mükemmel bolgan özümizninki bir algoritm, ýani modelini kurup çykarsak ýokda biz en az bolganda 150 döwletni aldyp kirip gelemiz diýen gep. Bizning döwletimiz bulmaý turip 150 döwletni aldyp kirip gelemiz diýen gep. Eger biz muşny kıla alsak diýen gep. Eger kılanmasak ýokda Xitoýdek bir çoň ýokap gitmesek Uýgur
Qilsang bunda. Buni uncha ochlik bir narsani bilmay, mening Facebook'im o'g'irlandi, unda bo'ldi, bunda bo'ldi deb yuradigan gap. Undan keyin yoqda doğru tadqiqot batareya texnologiyasi degan ma'no söyledi. Muşlar yoqda buniki taraqqiyot yoqda mislsiz darajada bo'ldi. Bularmi doğru tadqiqotdi. Bu yoqda har bir shaxsga mos kelgan doğru yasaladi degan. Bu yoqda doğrugarlik sohasidagi bir oltin fursat degan gapda. Nima batareya yoqda bu hozir burun ishlatib kelyapti buni kvantum texnikasi ishlatib kelayotgan narsa bu. Ana buni yoqda texnimmi unumli 80% ishlatayotgan bo'lsa, hozir 90% yetkazamiz deyapmi. Xuddi chiplarning ishlash prinsipini biz nega bag'ish qila olamiz? 1 nanometrga bag'ish qila olamiz deyapmi degan gap. 1 nanometrga berib bora olish mumkin, ammo 1 nanometrga bora olmaslik mumkin deb qaradi-chu. Chunki elektronlarning eqish nimasi bor degan gap. Ashuna joyda birdan oqqan vaqtda uniki kvantum tonnellash degan narsa chiqadi degan gap. Kvantum tonnellash olti shakllanib qo'ygan. Oldin qatimni 2025 yillik fizik mag'lubiyatga erishganning yana bir joyda kvantum elektrolization bir narsa bor. Mushunda bir hali shakllanib qoladi degan gap. Shuning uchun yoqda batareya tadqiqotchi yoqda kvantum fizikasi intayin muhim degan gap. Shu bundan keyin davlat dunyoning hukmronlik bo'laman degan energiyaga hukmronlik qila olgan vaqtda hukmron bo'l degan gap. Shuning uchun yoqda cyber bexatarligi men bu muhim bu endi. Muhimlarning oldiga ketib borgan. Shu mushlarında qolgancha yoqda o'zimizningki bundan keyingi ishlarimizning qanday bo'lishini ko'ramiz va ko'rib bilamiz degan gap. Qolganini yashaymiz, ko'ramiz endi. Endi mening talabim shu yoqda mush ko'rganlardan o'zingning kuching yetishicha taqit qo'yinglar. Chunki nima ish qilgan vaqtda mush soatda izlanayotgan, mush soatda o'qimoqchi bo'lgan bolalar bor. Boshlang'ich bo'lamdi, to'liqsiz bo'lamdi, to'liq o'tir bo'lamdi. Oliy maktabda o'qitib, oliy maktab nima o'qisam bo'ladi, doktorlik nima o'qisam bo'ladi, magistrlik nima o'qisam bo'ladi da'vat qilganlarga nisbatan. Bularning sohasi nihoyat yuqori degan gap. Kvantum ximiya va degan gap, kvantum fizika, fizikning kvantum fizika qanda, kvantum biologiyasi va degan gap. Kvantum doğrugarlik va degan gap. Ham kvantum kompyuterga o'zida bor-ku bu. Sohalar bor degan gap. Shuni qaysida o'qisangiz bo'laver degan gap. Mush kvantum munosabatlik bir narsa o'qisangiz shu yoqda balkim 5 yillik chiqmaslik bir narsalar chiqmasligi mumkin. Masalan, bularni kvantum mashina o'ynashga o'qisangiz eng oz bo'lganda eng tuzib ketganda 3 yillik siz xizmat chiqadi degan gap. Mutlaq chiqadi degan gap. Chunki taraqqiyot sur'ati yoqda to'plamning taraqqiyot sur'ati bilan mana nimaning jamiyatning taraqqiyot sur'atini moslashtirish kerak degan gap. Bo'lmasa yoqda biroqlar nurg'un narsalarni yoqda voz kechayotgan vaqtda yoqda yana nurg'un narsalarni ziyon chiqadi degan gap. Shuning uchun taraqqiyotni asta-asta moslashtirgan vaqtda balkim 2020 2030lar borgan vaqtda andan kvantum mashina o'ynash, kvantum boshqa narsalar yoqda bularningki hammadan biladigan normal, hammadan biladigan bir umum atalg'i aylanib keladi degan gap bu. Xuddi hozirgi sun'iy aql AI desam deb uyg'urlar aslida biladi-ku endi. Hech bo'lmasa ishlatib baq degan gap. Ashning o'xshash hammadan biladigan shaklga kelish uchun joyda 2030da borganda aninkini biladi degan gap. Bu vaqt bilgan vaqt joyda hammadan mashina hujum qiladi degan gap. Shuning uchun joyda siz agar fursat olsangiz, hozirdan tortib shu sohada izlanib taraqqiyot qilsangiz joyda hammadan hujum qilayotganda siz ishingizda allaqachon tep bo'lgan ishxonada o'tirib xizmat qilayotgan bo'lasiz degan gap. Bu mushlim bizim Uyg'urlar joyda poyezdni ko'rdik biz. Poyezdda qo'zg'almadi. Shuning uchun joyda ya yuguramdiq yoki o'mlab mangimdiq. Yoki o'tiramdiq, ya poyezd bizning oldimizga kelib turamdiq. Bu masala degan gap. Endi hech kim eng oxirgi 6-qatimliq sanoat fan texnik sanoatiga qiladi deb. Men 6-qatimliq deb olaman endi. Kirib bo'ldik degan gap buningga. Bu kirib bo'ldik degan gap ay sanoatiga qiladi poyezdi qo'zg'alyapti degan gap. Laba beradi. Pu deb laba berib gaz qo'yib ma'lum bir burungi kino lavatı-ku. Ashuna o'xshaydi laba berib menga gaz qo'yadi degan gap. Biz yugursak hech bo'lmasa eslab ola olamiz degan gap. Chunki bizningki tiz berib chiqib oldik, biz bir aeroplan ma'lumotimiz yoki mashina ma'lumotimiz degan gap. Biz o'mlab menayotgan bir to'plam degan gap. Ba'zilar o'tiradi degan gap, o'mlab ma'lumot degan gap.
Unda bo'lgandagi joyda ashnaga balkim eslib qilishimiz mumkin ekan. Eslib qolsak deb poyezddan barat. Masalan, Qashqardan Turpan qarag'adan poyezdga eslib olsam ketib qo'yamda, üstə chiqib olsam. Burunqi zamonlarda endi. Hozir surat tez bo'lgandan keyin davom etadi. Shunga o'xshash anda bir taraqqiyotning bir signal telinib bo'ldi. Ancha vaqtda biz ashnaga qanchalik maslashalaymiz. Maslashamasak yo'qaymiz degan gap. Har qanday bir sanoat va fan texnik inqilobida nurg'un davlatlar yo'qoldi, nurg'un yangi davlatlar barliq keldi degan gap. May yangi davlatlar barliq keldi degandek shart bizga chiqib qoldi qanday degan gap. Biz ashna fursatni qo'lga keltira olamiz yo'qmi? Degan gap. Chiqib qolgan zamonda o alayman deb Gülistanlikni bizga qo'limizga chiqib tushmaslik mumkin degan gap. So'ng kuchlik bo'lgan to'plamchilikda kuchlik bo'lgan davlatni qurib chiqalaydi degan gap. Aciz to'plamchilikda aciz davlatni qurib chiqadi degan gap. Aciz davlatda atrofimizdagi o'zimizdan sal kuchli bo'lgan uchun urib o'ynaydi degan gap. Bizning dushmanlarimiz az emas atrofimizda. Shuncha vaqtda universitet sapasini yuqori ko'tarishimiz kerak. Boshlarga tavsiya qilib qo'yinglar. Balkim bizning bu suhbatda, ya'ni bularni yuqori texnik munosabat suhbatlar bizning da'tlash, urush tilashdek unda jiq ko'rilmasligi mumkin degan gap. Ashna yerimchilik ko'rinsa, ashna yerimchilik ko'radiganning 10 dan 1 ashna uchun harakat qilib qolsa yetarli degan gap bizning. Facebookda ko'rish nisbati yaxshi. Quantum texnika mushunda o'qiganlardan bular quantum shifrlashtirish deymiz endi. Mushlarda to'plami yetarli degan gap. Asl jiq tushunchalik yaxshi, ammo iliq yo'q bo'lgandan keyin ashna chiqsa yetarli degan gap. Chunki vatandagilarning ahvoli ko'rinadi degan gap. Ularniki yo'q qilib o'tildi, yoki u sohalar taqib o'tildi degan gap. Cheklab qo'yildi degan gap. Chunki har qanday bir to'plam, har qanday bir hukumat, ya'ni Xitoydagi hukmron sinf deymi qanday? Hukmron sinf o'ziga qarshi bo'lgan kuchlarning o'ziga qarshi bo'lgan texnikani chiqishini talab qilib qabul qilmaydi degan. Shuni bekardan-bekarga Uyg'urlarningki ilm odamlarini, danglik professorlarni so'lit nadik bir nimalarni qo'yib qo'ymadi. Ilm odamlari, bilim odamlari shu vaqtda bir millatningki jiliki desak bo'ladi. O jilikini tatib ilib etgandan keyin uning ishtiga degan. Bo'ldi bugun mishalchilik bo'lsin. Qolganini asta-asta qilamiz. Shunga qandaylar o'zining kuchini yetishchi. 2026-yil men nima ish qilaman? Ya'ni 2026-yil bizningki yangi shuarimiz 2026-yilda Uyg'ur kvant texnikchilarimiz, kvantum yili, kvant yili. Bu kvant degan gap kvant fizik, kvantum mexanika texnikamiz o'z ichiga olgan uchun kvant yili deb oldik. Bu shuna bo'lishini talab umid qilaman. Sizlarmi o'zingizning orzulari bo'yicha tirish baxsanglar balkim bir ishlar bo'ldi degan gap. Rahmat. Qavuljon 2025-yilda Uyg'urlar uchun zamonaviy fan texnika qilib nimasi ko'tarib chiqqanimiz fikrlaymiz. 2026-yilda kvantum o'rganish. Ya'ni bir daraja yuqorilangan bir nimaga boshlab kiryapsizda. Buning uchun ko'p rahmat. Har qaysi sohalardan o'qigan ilm ahllari mushtaq chiqib, qaysi sohada o'qigan bo'lgan bo'lsa, shundan oz to'lidan mushtaq millat aqotish suhbatlarni ep bo'lgan bo'lsa, buni ilmiyat yaxshi bo'ladi. Biz şu anglash, bilish, o'zaro fikr almashtirsak, nurg'un yig'iliqlarni qabul qila olamiz, nurg'un yangiliklarni tang ilgirlab manga olamiz. Biz bu diasporada bunda o'tirib, bu vaqtimda qilgan suhbat, programma, buni qatnashgan odamlar chetlik hatto yo'q deyarlik bo'lganligi uchun bu qilib qolgan bir bo'shliq soha bo'lib qolgandi. Sen bir soha to'liqlab manyapsiz, yana boshqa ziyolilarimiz ham bu mushtaq sohalarda chiqib, qaysi sohada o'qigan bo'lgan bo'lsa, yani bu millatni bir o'qotish, millatniki ilm-fan bilimini tushunish, dunyoni tushunish, biz kunda ishlatayotgan texnikaniki, dunyoda bo'layotgan so'durishlarniki, dunyoda bo'layotgan cho'nglar o'tirishga kuch sinashlarniki keyinlik epirilayotgan bu texnika inqiloblardan kelib chiqqan bir nimalar hamda mushtasini tushunishga nihoyat yaxshi foyda bo'ladi. Daim bo'lsa yangi yil yana bir chiqamda, lekin yangi yil yana yangi chiqamda o'tirib chiqaman deganingiz anglab nihoyat xush oldum. Ko'p rahmat aytaman. Lekin yana bir nima Qavuljon,
Siz diqqat qilyapsizmi? Men ancha-muncha diqqat qilyapman. Endi Xitoy tajovuz hukumati hozir Sharq Turkistonda mana g'oyat zo'r cho'ng sun'iy aql omborni qurdi Qumulda. Undan boshqa cho'ng texnik shirkatlarni qurdi. Albatta sizdingiz kvantum tajribaxonasi dedingizmi? Unimi qurdingiz kvantum Kuantum uchur aloqalash markazi. kvantum Sun'iy aloqalash markazi. mushtasani qurdi dedingiz. Undan boshqa demakchi mushunda cho'ng yani qandaq texnik shirkatlarni bizning Sharq Turkistonda qurdi. Nima uchun Xitoy hukumati uni ichkari o'lkalarga qurmay o'ziniki bizning Sharq Turkistonda quryapti. Mushtingda deb iz qo'g'lab bir uchirganlar, mushaqqadan bir suhbat qilgan bo'lgan bo'lsak, hozir vaqtingiz bo'lib qolsa, buningga dastlab men diqqat qilib kelyapman, diqqat qilay. Bo'lsam sizning Buni oldin qaytdan biri deyishdi-ku bu to'g'riliq. Masalan, Xitoyning 2027-yillik o'zininki har 5 yillik bir nimasi bo'ldi-ku, plani bo'ldi. Ondan aşırı bir narsalarni iz qo'g'lab qilsak, chunki bu biz kechki siyosiy mulohazalarni qilayvermay, boshda hozir bu davrlar tang mang'adigan yangi narsalarni xalqimizga o'rtoqlashish. Bularni hamda bu 2017dan keyin Xitoy tajovuz hukumati Sharq Turkistonga hamda jazo lagerini qurib, bu oraliqda nurg'un tayyorlangan Uyg'urlarning o'z qarshi ko'z darajasini eng tuvandagi tushirish orqali o'ziniki tabiiy nima ilm-fan texnik sohasidagi taraqqiyotni dunyoga bir ko'rsatish uchun cho'ng nurg'unlagan nimalarni foydalandi hamda. Bizniki uni bilginimizdan bilmaganlarimiz jiqcha bu sohaniki nimasini. Mushaqqada yana bir iznib baqsaq va siz va yoki boshqa mushu bizning suhbatimizga ko'rayotgan boshqa qarindoshlarmi bu har bir Uyg'urniki jiddiy bir o'ylanishga tegishli bir nuqta. Bizdan chet elga chiqib kechki Xitoyni tanlab namoyish qilib, uni qilib, buni qilib, lekin buning emas, o'sha Xitoyning nima uchun biz ashunda qilish orqali dunyo hujumlashniki, qanday yangi fan texnikalarni nima uchun biz Sharq Turkistonni qurdi. Mushaqqada bir izni baqaylar. Ondan keyin men bugun ma o'tayotgan siyosiy tadqiqot markaziniki e'lon qilgan bir necha kun bo'libdi, e'lon qilgan bir maqolasi 2026-yilda dunyoda deydi. Xitoy vaziyati qanday bo'ladi degan bir maqolasini, tadqiqot maqolasini o'qib chiqdim. Bu shu Angliyaniki iqtisodshunos jurnal e'lon qilgan. Bu maqola bir qadar uzun maqola ekan, lekin nurg'un narsani yo'ritib turibdi-ku buni. Bizning dunyoni tushunishimiz, Xitoyning qanday qilib ilg'orlik bilan ojiz davlatlarni o'ziga qaratib, o'ziga beqindirayotganligi, Amerikaning hozir MDL'ga o'zi kuchlantirish, bekinmachilik holatda Xitoylar bilan bir tepişish ta'sirida Xitoy qanday yana foydalanib 2026-yilisi dunyoni qanday kontrol qilish, mushariyatga nurg'un narsalarni ichib turibdi. Buni endi o'sha g'arbliklar yozgan, tadqiqotchilar yozgan maqolasi ekan, buni tarjima qilib chiqiribdi. Qarindoshlar mushta maqolani o'qib beqinglar. Ma maqolani o'qisang, necha bir kitobniki muhim mazmunlarni o'qigandek bo'lib qoldi ekan. Men bir qatam o'qib chiqdim, buni bir qatamda o'qimay tushunib ketgan olmaydi ekan, lekin qayta yana bir necha qatam o'qib beqishni o'ylashyapman. Bas mushtaq maqolalarni, mushtaq tadqiqot nimalarini asla muloyiza shakllarida qilgan bo'lsak, texnik jiq qarindoshlarimizniki yaxshi tushunishiga sharoit yaratib turdik. Afsus, hamda buni o'zim o'qib, o'zim analiz qilib, o'zim so'zlab bersam yaxshi bo'lmaydi ekan hammamizga. Buni boshqalar bir o'qisa, bo'lsa mush maqolalarni tarjima qilgan qarindoshlarimiz o'zi chiqib xalqimizga texnik yaxshi nima qilib bergan bo'lsa, pek yaxshi bo'ladi-ku buningga. O'sha yaxshi maqolalarni analiz qilgan qarindoshlar bo'lib qolsa, bu sohaga qatilinglar. Yig'ib aytganda o'qishmagan soni odamlar chiqib millatimizniki universal safosini yuqori ko'tarish uchun bir kuch chiqaraylar. Gapning xulosasi bu. To'g'ri. Rahmat Qavuljon, bugungi suhbat programmamiz mishacha bo'lsin. Boshqa gapingiz o'qib qolsa olay. Bu qolgani endi ma'lumot chiqishga az qoldi, bir oy qoldi. Bir oyda bizning balkim 2 programma aran qilishimiz mumkin. Kelar qitimda mush kvantum munosabatlik program birsi bo'ldi. Bularmi kvantum mashina o'rnashga munosabatlik. Endi kvantum oxirgi vaqtda bunday bu yil so'zlangan mazmunlarga asosan shu vaqtda bir xulosa chekildi. Bir xulosa qilaylik. Bayatni siz degandek, alani bir mazmun birlashtirib so'zlasak bo'ldi. Uni oldin qitim programni necha qitim deb bo'lgan narsalar, nima uchun Xitoy ashaga nima qurdi? Sen 2027 o'ziniki 5 yillik planda hozir bor bo'lgandan boshqa yana 3 dona sun'iy aql markazi va 3 dona
çoğ sanlyk mamlatdan biri Şuндaq. qurishni. 2020-yillik plandyk. Ony Xitoyny ýaxşy küzüp atgan nime Asiýa Uýgury hanym bar-go. Hä. Belkim ala aşnynky nimeler Xitoyny küzüp turgandygy habarlaryny tolyk okup turgandyky Xitoyçylaryny. Ular qanda qaralar elindi. Ular nemish o qaralar qaça elindi degende näme bildi degen. Onu çörekde biz ýa-ni bir çörekde pen tehnik nemish bunda gurmakçy boldy degen çörekde. Onunki energiýat äň mühim energiýa tarapy degen. Meningki näme? Çünki Uygurlaryň menbäsini paýlandyp boldy diýen paýlangan DNA'dan taýyp diýen. Ama kalgan çörekde energiýa bar. Çünki lekin taraqatda energiýa diýen. Energiýa täň tehnika, ýokary pen tehnika diýen. Şunça ýakda energiýa buruş bolady diýen. Xitoynyň äň çoň energiýa menbäsi näme? Bizniň watan diýen. Ben belkim bizniň watan şu ýakda nime bu kurup bolyş mümkin diýen. Hidroelektrostansiyasy kuruluş mümkin diýen. Çünki deňiz bu ýerlerde unda kuruş imkanyty barmy? Wagt kelkin bulup durdy, ýa teoreýatlap bolup durdy diýen. Öýde hatarlyk bolyş ihtimallygy jogary diýen. Ben bizniň şu ýakda ýeterli ihtimallygy barmy? O kadarlyk musahkaya hesaplaga wagtda 7,10 deneçi gudy. Ya 6,9 diýme. Şu kurta bergen. Hani meniň bildigim däl-de 30 ýyl näk. Belki onuň vizyony ýak ýokda hesaplak ýokda aşna tüýen bolsa, onda güçlük bolgan. Hidroelektrostansiýa kuruş ýokda imkany boldy. Ýani bir ýokda bulgan kim bulganda Uýgur bulanagan. Bulgan diýen. Partlap kes kim gizem boldy Uýgurlar öyle diýen gep. Bu bir endi şamal energiýasy bar diýen gep. Ýurul quýaş energiýasy bar diýen gep. Bizninki teklemakan gumlyky äň çoň quýaş energiýa basy boldy-go. Şonundek. Şu energiýa birinji amyl diýen gep. Kalançy ýokda kalanlary ikinji, üçinji ýöründe diýen. Şonça ýokda bundaki bizniň wetänki kildigan iqtisad nimesi belkim ikinji nime Şanghaýlar, o Şanghaý bulaklaş mümkin diýen. Bizninki Nima? Taraqqatda. Şinjin deýis, çünki Qashqarna Şinjin bilen okşaş taň nim kılymyz dedi-go. Aşnyň güçlük taraqqat boldy diýen. Taraqqatyda. Xitoynynki dünýäge içilişdeki iki ýolu bar diýen. Birisi deňiz ýoly, birisi quruqlyk ýoly diýen. Quruqlyk bizde ötmüş näde diýdi? Rus dilinde diýen. Rus dilinde qanday boldy? Rus pul türedi diýen. Andi deňizden çykyş wagtda deňizden çykyş asan emas diýen. Şoňa wagtda o häme jätini öýläp wagtda şu siýaset, iqtisad, ýokary pen tehnika häme jät çetildi şu bunu. Şoňa wagtda agar muşna toplumsal universal mülahizelip barmyz diýen wagtda onda her jätini ýetişken her jätini aşağı iznat kıllar çykdy özüniň köz garaşdyna oturup wagtda onunkinde mükemmel bir projekt boldy diýen gep, program boldy diýen gep. Bu wagtda hem iqtisad, siýaset, tehnologiýa aşna hemmesi garap durýar. Anda men sözüge wagtym ýokda men Xitoyna ýeňi tedqiqatlary, ýeňi taraqqiyatlary söýleýän. Meniň sözügim ýokda asasy hemme näsiniň ispaty bar diýen gep. Men ispatsız çünki bilim sözleýän diýen gep. Bilim sözlüge wagtym ýokda ispatyny közüp berälişim gerek diýen gep. Menbäni közüp berälişim gerek diýen gep. Onu bilmesem meniki quruq sepset bolup galdy diýen gep. Quruq gep bolup galdy diýen gep. Şoňalyky biz asaslyk ýokda quruq nimeni sözleşdim goýup asta-asta bilim sebiyesi ýokary bolgan nimelerge üçimiz gerek diýen gep. Yani toplumnyň sebiyesini tutymyz dep tamamly toplumga ägişip gidibersek, o toplum gene süräbes gana boldy. Onursa toplum ýany çykdy, onursa sapa çykdy diýen gep. Şonuň üçin ýokda sözläp atganlarmy ýokda turupdyra. Toplum düşünmesin. Men aşdan bir ılgyldy dep ılgyrlyk ýöneşi bolýar. Bäzi näseni sözläp beriş gerek diýen gep. Çünki ular bu nimo diýen gep. Mesalan, kvant desek, belkim bu kvant diýen nime dep iznip bakýanlar nurgun diýen gep. Bunu toplumnynki nimesini izdeniş roýuny. Çünki Uýgur diýen gep şu izdeniş roýuga bay diýen gep äsli. Nimesi jygyp gel. Äsli izdeniş roýu güçli diýen. Nimişqa? Çünki taryh ispatlangan diýen gep. Biz Türk dünýasy diýimiz ende. Dünýä taryhyny belkim buluş mümkin. Äň burun izelik nime götek çarşafda izelik götken, izelikden joýakda şäherlik götkenler diýen. Onu gene bizning keşfiyatlarımız dünya aldyda gitpagan keşfiyatlarımız bar diýen gep. Bunda yarqyn namaýandaçylar bizning nimemizni ifade edip, bizningki izdeniş roýumyzny ifade edýän diýen gep. Yani şoňa ýokda bäzi toplumnyňky
toplumning madaniyat saviyasi, аңы saviyasi tüven. Şu mandarak bir narsa sözlep bersek, Kürdiganlar jiq boldu dep unda kötüybersek bizga ziyan boladi degan gap. Shuning uchun joqda toplumni so'rab minishimiz kerak degan gap. Esildiriп qo'yishimiz kerak degan toplumni. Esildiriп qo'yganimda uning keyin ashuna esilib chiqarganlar yashaydi, bo'lmasa qolganlar sinib ketadi degan gap. Baribir sinib ketadi-ku. Shunaqa. Chet elda yashayotgandan keyin. Shuning uchun joqda ashuna esilib chiqib olganlar joqda sapaliq esilib chiqib olgandan sapaliq bo'ldi degan gap. Sapaliqlar qipqasi bo'ldi degan gap. Sapaliqlarni keyin tatib mangandan chiqib qolgan yaxshi-ku ularni. Shuning uchun joqda anaqa toplumda g'idiqlab berish kerak degan gap. Yangi mazmunlarga, yangi siyosiy iqlimlarga, yangi iqtisodiy ilmlarga, yangi hozirgi dunyodagi vaziyatga degan gap. Uning keyin joqda bir anaqa Uyg'urlarning yuragida bir o't bor degan gap. Bu o'tni qanchalik kuchli kendira olaysiz degan gap. Hozircha joqda tashkilotlarga yeni paxta o'tlari, u tashkilotga yanda, bu tashkilotga yanda hammasi joqda uning ustiga joqda tukurikdeklar bir chelak suvni to'kib etdi, shundan hammasiga seskindi degan gap. Endi izdinish yo'l tepadi degan gap mojizat Uyg'urlar. So'zda bu tashkilot masaqmi, ummi shafaq qildi. Buning o'ziga ummi shafaq qildi bizning o'zimizni. Hozirgi tashkilotning hammasini aldan qatim so'zlayotgan nimaga mag'lubiyat degandim-ku, hammasi istifa berish kerak deb. Chunki o'tan ketib qolganlarning sonini qarab turib. Bular mojizat tashkilotlarning hammasining mag'lubiyati bu. Buni cho'qim o'zi qabul qilish kerak va Uyg'ur muhojir toplumida kechirim so'rash kerak degan gap. Chunki uning loyiq xizmat qilinmaganligi uchun ular ketdi degan gap. Hozir vatan ketib bor degan gap. Buning sababini sirtimizda yurishning o'rni yo'q. Avval o'zimizda izlashimiz kerak degan gap. Turibdi, men nima ish qila oldim? Men bir tashkilot bo'lib turib, men tashkilot toplumga qanday xizmat qila oldim? U bir tashkilot degan xalqaro bu qatnab yurishlarga bo'lmaydi degan gap. U 4-5 odamni 20 yilni yoqi vizidamga aşamaydigan bir toplum bir nima shaklda o'rnida muntizam ishlaydigan bir tashkilotga oltiga ekilanmagan bo'lsa, sizning mag'lubiyatingiz degan gap bu. Bizning mag'lubiyatimiz degan gap mujohid Uyg'urlarniki. Shunaqa. Endi buning uchun jo'yaqda yana bunda o'zimizni silkib o'tmay yuraversak jo'da bundan taraqqiyot teg'dim tizim. Hozir 50 yillik taraqqiyotni bir yan qo'yaylik. Bundan 10 yilda putrab turalimiz yo'qmi degan gap. Masala degan gap. 50 yillikcha mavaqqa putrab turaldik chunki raqobat munchlat raqobat o'zining davri qarta boti. Ammo hozir kelgidek raqobat jo'da unda yo'qdi. Chunki hozir manba uzildi bizningki. Buloq yo'q. Hozir jo'da buloqdan chiqib bo'lgan suvning eqishi bor degan gap. U suv hamon to'xtaydi degan gap, quriydi degan gap. Shuning uchun biz keynimizni qaytib buloqni tepishimiz kerak degan gap. Suv to'xtab ketkicha. Uni qilamamdiq. Buni tarix ko'rsatdi degan gap. Rahmat, har qatim suhbatdan kesamiz az to'la mush Uyg'ur diasporasi bo'layotgan ahvollar, fan texnika, yangilik, arsat az to'la qatnashib turamiz. Mush har qatim anglagan vaqtimda men darhol shu bu his tuyg'ular munozir jarayonidagi mana oliy maktabdagi hayotimga qaytirdi. Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda yotoqxonada paranglish ketdik, dunyo vaziyati, siyosiy vaziyatlar, o'zimizning taqdiriga munosabatda fan texnika, yangiliklar degan orqali ashta bir-birimizning bilganlarimizni o'qigan kitoblardan anglagan xabarlarni narsani o'zaro yetkazish orqali bir-birimizniki tafakkurni g'idiqlab turdik, zaratlab turdik. Ham o'sha patpat uchrashish, paranglish bo'lmay qolib qolsa ishimiz siqilib qoladi-da. Aş orqali nurg'un ma'niyatimizga nurg'un narsani juqilgandik. Ammo diasporadagi hayot ko'ryapmiz. Hammadan bir-biridan xuduksiraydigan, hech kimga ishonmaydigan, hatto o'zaro bunda bir yangiliklar haqida bunda suhbatlashib, paranglashib boqadigan ahvollar yo'q deyarlikda buni ko'ryapmiz. Sheniga taxt kiyatmadi-da. Shu hammadan bir-biriga ishonmaydi degan gap. Xitoy vatan to'rt odam Uyg'urni birga eklanmas qilib cheklayapti. Ikki odam birga eklanmas qilyapti-da hamda o'zaro paranglashib bir-birisidan bunda bir nima qilib qolmasin deb birlashib qolmasin deb. Lekin bu diaspora bu erkin davlatdimi, fikr qilishdimi, shunda qo'rqaydigan o'zaro birisidan bilan paranglish orqali o'tir bir tushunish hosil qilishdim shu qadar ehtiyot qilgan bir erkin dunyodami ro'y Xitoy qolib ketgan bir xil endish yashaydigan bu ahvol nihoyat bir ichinish ahvolchi bu. Asl Uyg'ur choyxonasi ichishga maqsadim asli shu teminida bu diasporadagi mush qatmonlikni bir bekinmichilik nasib bir yo'qotish,
o'xshamagan ko'z qarash, fikrlik odamlarni ekranga chiqib suhbatlashish orqali diasporada bir jonliq bir ijtimoiy hayot yaratish, millatni ilg'or fikr haqidagi insonlarniki bilimlar orqali ma'niyatini zaratlash orqali yangi fikr borliq keltirgan mushtaq bir narsani suhbat qilishdi. Afsus uning jiqishab baqdiq. Ammo endi bu munozara shakliga chiqadiganlar yo'q deyarlikanda bek oz. Yani oldimizga yildan boshlab yana bir yangiliklar qilib boqamiz. Bek bo'lmagan vaqtlarda chiqalaydigan ikki odam chiqami, uch odam chiqami chiqsmaydi bir erkin bir munozara qilgan suhbatlashadigan bir ahvollarnikini uni bir deyib boqamiz. Ana keyin shu klub xohishim shu qadar jiq munozaralar bo'ldi ekan. Shu munozara o'rlashtirishlarni ko'rishib boqdim. O klub xohishda munozara qilgacham shu Uyg'ur choyxonasiga kelinglar, chiqinglar. Bekkalik chiroyingni ko'rsatishni xohlamasanglar, ko'rsatmasang bo'laveradi unikini. Bunday qilib taqalsin, to'rt kanal taqiladi. Undan boshqa bir xalqimizning anglasin o jiqadam klub xohish kiramagandiki desak, uningga tozaligi o fikrimizni qo'llaydigan odam chiqmoqlikda. Yig'ib aytgan nima deganda bir-birimizga ishonmaydigan mana bir bekirmichilik bu narsadan bir qutulib kelsak bo'ldi-ku. Biz erkin mag'arbiylik erkin yashab nima degimiz kelib qolsa deb ma'lumotlarning shaxsiyatiga, xarakteriga hujum qilishmay, ig'zimizni buzishmay, o'zimizniki bildigan sohalarda fikr almashtirish orqali bunda bir pozitiv Uyg'ur diaspora hayotini barliq keltirish uchun bir qilib boqsak yaxshi. Yani o'n bo'lib qolar. Asta-asta yangiliklarni qilamiz Xudoyim buyursa. Fikir chiqqandan keyin fikr qarata harakat plan bo'ladi-ku. Plan bo'lgandan keyin oxirida harakat ketimiz shuni bilan ishlar bo'ldi. Eng boshda muhim bo'lgani bir fikrning o'tirib chiqishi. Bu fikr degan gap qalayotgan gap emas. Yani to'g'ri bo'lgan tafakkur asosi qurilgan bir fikr bo'lish kerak degan gap. Undan keyin uni planga to'kish kerak degan gap. Ya'ni qog'ozga yozish kerak degan gap. Eng oxirgi vaqtda uni harakatga chiqish vaqtida undan keyin haqiqiy bir unumni ko'radigan gap. Bo'lmasa vaqtda mening fikrim bor deb qalayotgan davas gap qilyapsiz bo'lmaydi degan. Şuna turibdi bu fikir meniki desem Uyg'ur hozirgi jamiyat hozir Uyg'urlarning to'plamiga mo'jar to'plamiga nisbatan mening fikrim foydadan bekri ziyo olib kelamdi yo'qmi? Agar ziyo olib kelsa haqiqatan to'g'ri olib kelsami bir yerimizni g'idiqlayapsizmi demasligimiz kerak degan gap. Bu vaqtda haqiqatan boshqalar qarshi tursimi uni deyishimiz kerak degan gap. Shu buni tafakkur qilishimiz kerak. Hozir nurg'un iqlimlar chiqyapti degan gap. Aran 2-4 tal Uyg'ur qoldi ham, to'plashib birlashib bilamatgan. Buningga ayirib, uningga ayirib, buningga ayirib atgan nurg'unlar chiqdi degan gap. Turibdi bu men nima xizmat qilyapman deb o'ylab baqish kerak degan gap. Bir 2-4 tal Uyg'ur qoldi ham, bularni men to'plam holat yashash imkoniyatini yaratib berishim kerakmi yoki to'plam holat yashayotgan bir imkoniyatni buzib bularni texadimmi bir chechib vatvarkin chiqarib o'taymi? Deb haqiqatan sizning fikringiz bek to'g'ri bo'lib ketsimi, dunyodagi eng to'g'ri bo'lib ketsimi, u sizning yashayotgan to'plamingizga ziyonli qo'yib qolsa, jim turish kerak. Ya'ni biz bir qisqa hayotning gulini deydigan. Shuni haqiqatan to'g'ri bo'lib ketsimi, uni to'plamingizga ziyonli qo'yib qolsa, uni tushuntirib turib, vaqt soat kelgan vaqtda desangiz unumi tez bo'ldi degan gap. Bo'lmasa suvni singa yeksab deydi, bo'lmasa suvni singa yeksabmiz shu shalta qulab shu tikrangga tushadigan gap, taylib tushadigan gap. Singa yeksab qolsa, u yer chingaydi, ravrs bo'ldi degan gap. Shu haqiqatchi ba'zi bir fikrlarni vaqtda ba'zi bir insonlar chiqyapti. Bular vaqtda o'zining shunda ulug'var fikrlarini, ulug'var g'oyalari, ideyalarini turibdi, men bu to'plamga foyda qilyapmanmi, yo'qmi deb bir qitim o'ylanib, kallasini o'tkazib beqish kerak degan gap. Uning keyin kallasida o'tgan yoqi atrofdagi do'stlarining kallasida o'tkazib beqish kerak degan gap. Asta-asta g'idiqlanish kerak, maydonga chiqish kerak degan. Bo'lmasa bizning aran turgan to'plamni uningga bilab, buningga bilab, hozirgi ishni to'plamchalarga tashkilot orasida guruhlashib ketganlar bor. Endi bu vaqtda sotsial holatdagi guruhlashishmi bo'lib qolmasa demoqchi. Vaqt bo'lib qolgan vaqtda guruhlashib aniqlasinikicha hamma tashkilot hamma narsa o'ziga xos bo'lganligi nimasi bo'ldi, ham o'z xosligi. Bunda o'pcha fikr qildigan yerlarda millatning o'rtaq manfaati, o'rtaq qimmat qarashlari, diaspora hayotidagi masalalarga bo'lgan o'zaro ko'z qarash tushunchalar, o'zimizniki xalqaro siyosiy atmosferadagi qanday Uyg'urlar uchun qanday yaxshi nimalarni barliqqa keltira olamiz.
Degandek har qaysi sohalarda o'zi o'xshamagan tashkilot guruh odamlar chiqib mana nuqtadan bo'lsin fikr qiladigan bunda qatmanliq azroq buzib chiqibdi shu narsani qilsak yaxshi. Ot kishini ishlatib odam so'zlashib deb adam bilan bog'lab turadigan narsa nima deganda o'xshash fikr, o'xshash ideya, o'xshash ko'z qarashga odamlar. Masalan biz oliy maktabda 40 odam bir soat o'qigan bo'lsa, 40 odam hammasi sirdosh do'st bo'lib ketmaymiz. Unda ham 2-3 bilan nimishqa shundan fikrimiz bir yerdan chiqadi, o'ylaganlarimiz bir yerdan chiqadi, mijoz xulqimiz kelishadi deganda. Ammo diaspora qilsak, unda oyatni ko'rmayapmiz-da mana. Tashkilotlar qarasak-mo, bak yaqinlik qarasak ham tushayotganliklar bir-birisi qarshi olib ketayotgan. Nima mushaymiz o'tirib bir-birini tushunmaslikdan bo'layotgan masalalar deb qarayman. Qag'an astasa yaxshilab ketamizni. Söhbətimizni işə axırlaşdıraylı. Yana deyilimiz ekranda qarindaşlar bizning bu söhbətimiz millatni bilim orqali oqatish uchun olib boradigan yani tabiiy bilimlarni xalqimizga eng yaxshi shakllarda, tushunch shakllarda yetkazishni asos maqsad qilgan bir programma. Bu siyosiy analiz boshqa o'xshamaydi. Shunga ko'rgan vaqtda go'yda ishimiz siqilib qolgan nimalar o'qib qoldi. Chunki buni bilib tushunish uchunmi azroq o'zimizni bilim bo'lmaydi. Lekin anglab beraversak ba'zi nimalar takrorlanyapti. Takrorlanishga maqsad burun narsani organik bog'lab mazmunda yangi mazmun yo'q tushunmayotgan deb qolgan shuni chiq kuchayapti. Lekin bu program diqqat qilgan qarindoshlarim xili bor, yaxshi bo'layapti deb shunga ziriksekmi ko'rib qo'yaylik, taqib qo'yaylik. O'zing tavsiya qilgan yana boshqa mush programma kirib men bir so'zlab baqqan bo'lsam qanday bo'ladi deb ikkilayotgan qarindoshlar ikra uchuq. Ba'zan faqat men chiroyimni ko'rsatmasam bo'ldi deganligiga chiroyliqcha chiroyini ko'rsatmaydigan shaklda uni qilib beramiz. Qaysi chiqish bilmay deb turadi. Bularlarda yig'ib aytganda o'zimiz bilgan bilimni millatimiz uchun millatni uyg'otish, millatniki ro'y dunyosini tafakkurni g'idiqlash uchun qo'limizdan kelishicha harakat qilaylik. Millatni uchun bilim orqali oqatish bu nihoyatda savobli ish. Ham o'zimiz millat oldidagi bir ziyolilikka mas'uliyati ham majburiyati. Buningga uchun hamma insonga fursat bor. Har qanday qadamga ekranga uchuq bu vaqtda millat uchun o'zimniki bilimini yetkazay degan deb niyat qilgan odamlar qolib qolsa, aloqalashinglar va yoki o'zinglar boshqa bir shaklga programma nima qilib qolsa, o'ylaganlaring qolib qolsa, u vaqtda o'ylashni taklifini bersanglar, shu shaklda qilsak bo'ldi degandek sizlarniki rayonlik boqamiz. Unda bugungi suhbatimiz mishachi bo'lsin, kelarki sonda ko'rishaylik. Hammanglar Allohga omonat. Qavuljon sizga ko'pdan ko'p rahmat. Salomat bo'ling. Xo'sh, Alloh qamoqdan salomat bo'ling. Hozir